Do'stlar, hozir biz Skibidi tualetning 79-qism 1-partiyasini tahlil qilamiz. Biz 79-qism part 1da boshlanishida Titan kameramenlar bazasini ko'rmoqdamiz va uprajget bo'lgan TV Woman va TV dadalar va Vantusmenning haykali bo'ladi va bilamizki kamera bazamizga astrolar hujum qildi va bu yerda orqa tarafda qidiruvchi kameraman kelyapti va hozir spikerimiz bizning kameramenimizga tomosha qiluvchi moslama berdi, lekin olmadi. U hozir sug'urib oldi qidiruvchi kameraman Square. Mana hozir qaytarib ko'rsataman sizlarga. Hozir bu mana Vantusmen, mana spikermenimiz olim kameramenga boyagi kuzatuv kamerasini beryapti va orqadan qidiruvchi kameraman kelyapti va o'sha olim kameramendan boyagi o'sha ko'radigonni uzib tashlayapti. Chunki bu xavfli. Masalan, uni Skibidilar unga astrolar unga o'rnashib olsa, uni bilib qolishadi. Shuning uchun uni narsasini olib tashladi va bu yerda kelib TV men aytayapti, TV gigant aytayapti, sen men deyapti, odamlarni kameramenlarni tashishdan charchadim, qolganlarni o'zlaring qilinglar demoqda va kameramenlar aytayapti, sen oxirigacha tashishing kerak deyapti. Lekin o'sha gapni TVni tugatgandan keyin kameramen bazamizga astro hujum qilganini ko'rib qoldik. Astro ko'rinmas bo'lib qolgan ekan. Astro aytdi, sizlarning bazalaring allaqachon topilgan dedi. Lekin TV Woman endi uraman deb tayyorlanganda orqadan sim kameraman 2.0 chiqib qo'llaridan ko'k lazerlar otib uni astroni o'ldirdi. Lekin u payt kech bo'lgandi va sim kameraman orqaga chekindi. Keyin esa qaytayotganda u TV Woman'da turtib o'tib ketdi. Oldin uni yaxshi ko'rar edi, lekin hozir umuman yaxshi ko'rish yo'q. Uning kuchayganini she'rdan bilishimiz mumkin. Kamera baza ogohlantiruvchi qizil fon yondi va bizning bazamizga astrolar hujum qildi. TVda aytdi, bizning bazamiz xavf ostida deb boshladi. Keyin odamga o'xshash Skibidi kirib keldi va bizning bazamiz xavf ostida dedi. Keyin ular tashqariga chiqishdi. Xuddi 57-epizodga o'xshab tashqariga chiqqanda ular jang bo'layotgan ekan va G-tualetning armiyasi kelib astrolarni yanchishdan boshladi va o'sha G-menning do'stlari Michael Jackson, Skibidi Mafia tualet, uprajget, boyagi katta Skibidi mutant, o'shalar astrolarni qirib keldi va Michael Jackson tualet Skibidi astro tualetning kallasini uzib, uni qilichlarning biriga ushlab kelayotgandi va boyagi aytdi, G-menning do'sti aytdi, Michael Jacksonga yaxshi qirol deb qo'ydi va keyin bizning bazamizga astro ikkita tashuvchi keldi va uning izidan juda baland ovoz kelib bizning kamera bazamizga ayol astro keldi va bizning bazamizga o'tirib oldi. Ya'ni robotimizni Robert degan
Tavfiq Bomning video mana shu videosining tagida o'yinchining ismini boyagi kameramenning ismini Robert edi va o'sha Astro ayol o'shaning ustiga o'tirib oldi va urush boshlandi yana. Astro ayol kelgandan keyin bizning bazamiz juda xavf ostira boshlandi. Keyin esa bizning bazamizga Titan TV men nima edi? Watchman of Dom kirib keldi va so'z boshladi. Meni kechirasizlar. Men yaxshi tomonda emasman endi deb bizning kameramenlar bazasini yo'q qila boshladi. Va Titan TV Watchman of Domning bo'ysunmas kuchini bilishingiz mumkin. U bir zarbadoyoq ancha armiyani yo'q qilib yubordi. Lekin bizning armiya tinib tinchimay yangi chiqqan qurollarni tashqariga chiqarib Titan TV menga o'qiza boshladilar. Lekin Titan TV menning qalqoni bor ekan, uni himoya qilib qoldi. Kameramen bazamizning operativ bo'lganini she'rdan ham bilishingiz mumkin. Yangi narsalar va kamera bazani himoya qilish uchun o'sha alohida himoya qalqoni biz kameralarimiz qancha Titan TV menga o'q uzsa ham bunga hech narsa ta'sir qilmayapti, chunki astrolar uni maksimalni kuchaytirishgan va bizning kameramenlarimiz Titan Watchman of Domning qo'lida o'lib ketishmoqda. Qancha urinsa ham Watchman of Domga hech narsa qila olmayapti, chunki u juda kuchli. Uni qaranglar, qilich ham bor. Astrolarkiday Juggernautkiday otadigan ham bor va bizning Skibidi astronaut keldi. Astro Skins keldi va o'sha Watchman of Domga hujum qildi. Keyin esa Watchman of Dom bir zarba bilan o'sha Skins TVni yo'q qilib yubordi. Lekin uning ichida robot ekan, u tirik qoldi va qochishga ulgurdi. Agar qolib ketganda u o'lishi aniq edi. Va bizning bazamiz juda halokatli o'lim topdi, lekin bizning bazamizni bosib oldi. Biz endi kamera bazamiz bizni astrolar bosib oldi, lekin endi hech qachon menimcha Titan TV men Titan kameramen qaytib kelganda, o'sha Titan kameramen qaytib kelganda Watchman of Domni qutqaradi deb o'ylayman. Lekin biz Titan TV menni qutqarish uchun ancha yaxshi bo'lgan Titan kameramen kerak. Chunki uni yutish qiyin va bizning spikerimiz orqaga qaytdi. Kameramenlar kelib urushga borayotgandi va Vantusman ayolga aytdi, "Bo'ldi, bas qilinglar, uni o'ldira olmaymiz" dedi. Lekin ular baribir chekinishmadi. Biz chekinmaganligimiz uchun ham Titan TV Watchman of Dom qizil nur televizordan qizil nurlarni yoqib bizni bazamizni kameramenlarni zaxvat qila oldi. Va shu joyda videomiz tugaydi. Barchaga xayr do'stlar.